صلاح البال بالقناعة والرضا. نعم، صلاح البال Ruhiy xotirjamlikka faqat qanoat va rozilik, mamnun bo'lish orqali erishish mumkin. Chunki ochko'z, ta'magir, noshukur inson zinhor ruhiy osoyishtalikka erisha olmaydi. Uning ichki dunyosi ayanchli ahvolda, havoi nafslari esa muvozanatsiz bo'ladi. Bu toifadagi kishilarga ta'magirlik va ochko'zlik o'ta singib ketganidan ularni doimo mol dunyo, turli noo'rin istaklar va hayotiy lazzatlar ortidan chopayotganini ko'rasiz. Shu sababli ular bu dunyoda aslo baxtli bo'la olmaydi va ruhiy xotirjamlikka yeta olmaydi. Chunki bu turdagi nafsini yomon illatlardan poklamaydi va natijada yuztubanlikka uchraydi. Baxtsiz hayot kechiradi. Insonning nafsi qanoatli, mamnun, hamd aytuvchi, shukr qiluvchi, sabrli bo'la olmasligining asosiy sababi u turli noo'rin istaklar va lazzatlarning domiga tushib qolganidir. Zero ruhiy xotirjamlik qanoat va rozilik hissini tuyish bilan hosil bo'ladi. Inson nafsi kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqadi. Vaholanki mag'rurlikka olib boruvchi boylikdan ko'ra kambag'allik yaxshiroqdir. Aslida nafsning to'qligi esa boriga qanoat qilish bilan yuzaga chiqadi. Agar insonning nafsi qanoatni yo'qotsa, yer yuzidagi barcha narsalar unga kifoya qilmaydi. Qanoat bu iymonning asli, rozilikning yuqori ko'rinishidir. Nabiyimiz sollallohu alayhi va sallam doimo hamd aytuvchi, shukr qiluvchi va qanoatli inson edilar. Alloh taolo u zotga tog'larni tilla va kumushga aylantirib berishni so'raganida, u zot sollallohu alayhi va sallam buni istamadilar. Nega? Chunki u zot bu dunyoning foniy va o'tkinchi ekanini bilgan holda undan zuhd qildilar. U zot Allohning huzuridagi narsani istadilar. Bu haqda Alloh taolo shunday deydi: "Val-duha val-layli iza saja ma wadda'aka robbuka wa ma qala walal-akhiratu khayrun laka minal-ula." Choshgoh vaqtiga qasam, o'z zulmati bilan chor atrofni qoplab o'rab olgan kechaga qasamki, ey Muhammad alayhissalatu vassalom, Parvardigoringiz sizni tark etgani ham yo'q, yomon ko'rib qolgani ham yo'qdir. Oxirat siz uchun dunyodan yaxshiroqdir. Zuho surasi 1-4 oyatlar. Yuqoridagi oyatlarda ma'lum bo'lganidek, Nabiy sallallohu alayhi va sallam Allohning va'dasini, Allohning huzuridagi narsani istadilar.